Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Vokzalning yaxshi hududidan 2 xonali kvartira sotuvga chiqqan. Xo'p, 5 qavatli eski binolarning 5-qavati bo'ladi. Mana podyezdni ko'rib o'tamiz. Podyezdni ham juda chiroyli, akkuratli ekan. Oxirgi qavatni xush ko'radiganlarga zo'r variant. Oxirgi qavatni o'ziga yarasha plyuslari bor. Man konditsioner bor ekan, yap-yangi. Xo'p, yaqinda ko'chib chiqqanlar va asfalt qilib qo'yganlar. Hozir orqa devorni ko'rsatib o'taman. Mana shu tarafda bog'cha, sadik hamda dam olish uchun, bolalarga o'ynash uchun sharoitlar bor. Bu taraf bo'ladi katta ko'chamiz. To'g'rimizda vokzal parki joylashgan. Xo'p, yosh oilalarga yaxshi variant deb o'ylayman. Mana shu eshikdan kirib kelamiz. Xo'p, va to'g'rimizda kladovkacha joylashgan. Bu tarafda bu joyni ham yopib olsangiz yoki o'zgartirsangiz bo'ladi. Hozir kladovkani birgalashib ko'ramiz. Xo'p, bu joylarni ham kamchiliklarni qilib ketsa bo'ladi. Xo'p, alohida bo'lgan xonalari mana shu birinchi xonamiz. Bu joyni odatda yotoqxona qiladilar va balkonchasiga shkaflarni qiladilar. Bu tarafda ham hozir ko'rib o'tamiz. Mana yam-yashil, salqingina joy va to'g'rimizda vokzal parki joylashgan. Xo'p, 54 kvadrat bo'ladi. Umumiy maydoni 2 xonalik eski 5 qavatlik domlar, 5-qavatida 2 xonalik kvartiramizni sotuvga chiqarganlar. Bu joyda ikkinchi xonasi zal qilamiz. Xo'p, va sanuzellari alohida, eshiklari MDFdan ekan, yaxshi holatda turibdi. Xo'p, hojatxonamiz hamda yuvinish xonamiz. Ba'zi bir kamchiliklari baribir bor, uni keyinchalik sekinlik bilan qilib olsa bo'ladi. Oshxonamizda hozircha kirib yashash uchun sharoitimiz bor. Mana moykamiz, mebellarimiz, plitamiz bor. Hammasi shu turishda sotilar ekan. Mana tashqaridagi eshik derazalarimiz akfa alyumindan bir qavatlik oynadan turgan ekan. Xo'p, mana ikkinchi balkonchamiz. Narsalar qo'yadigan joylar. Xo'p, mana shunaqa kvartiramizni sotuvga chiqarganlar, hurmatli do'stlar. Bu kvartiramiz ipoteka ham bo'ladi. Vokzal hududiga shundoq yaqin, to'g'rimizda park joylashgan. Piyoda vokzalgacha borsa bo'ladi. Eski Beeline ham piyoda borsa bo'ladi. Domla orqasida bog'cha, maktab va bolalar o'ynaydigan maydon mavjud. Yonimizdan отделение joylashgan hamda ipoteka bank ham shu yerda joylashgan. 2 xonalik 54 kvadrat bo'ladi. Narxini 41 ming deyaptilar. Yana savdosi bor ekan. Ipoteka ham bo'ladi. Qiziqqanlar tez aloqa chiqamiz. Yaxshigina savdo qilib beradilar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.